4-raund. Chempionlik raundlari. Ketdi start. Nima chora topa oladi Maxachev? Hozir yiqitildi. Volkanovski belni boy berdi. Qulfni yopdi oyoq bilan. Islom Maxachev yuqoridan bosim qilib bo'ynini olib qo'yishga qiynalyapti. Endi bunga tayyorlangan albatta Volkanovski raqibining eng kuchli quroli nimaligini biladi. Bo'yinni hech ham ola olmayapti. Maxachev aylanib olyapti. Ya'ni aylanib olmoqchi. Aleksandr Volkanovski qo'lqoplarga barmog'ini tiqib olgan edi shekilli, shuni e'tirof etdi referi. Alex chalg'ityapti. Faqat chalg'ityapti gapini. Volkanovski shuncha energiyani saqlab qoldi. O'zi maza qilib yuboryapti shekilli o'z uslubidan. Bo'ldi, raund tugadi.